PUBG Mobile ofitsialniy turnirlar uchun 365 kun trenirovka 11-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda ko'pchilik so'ragan rol, ya'ni universal roli qanday rolligini ko'rib chiqamiz. Universal roli, ya'ni UNIV. Bu rolda asosan yangi PUBG Mobile ga kirib kelayotgan turgan turnir guruhlari o'ynaydi. Sababi ular o'zlarining haqiqiy rollarini hali topishmagan bo'ladi. Masalan, mening o'zim ham PUBG Mobile dagi turnirlarga birinchi marotaba kirganimda universal rolda 2 oy o'ynaganman. Lekin bu rolning o'ziga yarasha ancha plyuslari bor. Masalan, turnir vaqtida komanda kapitani o'lib qolib, PUBG Mobile dan bug bo'lib chiqib ketib qoladigan bo'lsa, uning rolini olib kapitanini qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa fragger o'lib qolib chiqib ketib qoladigan bo'lsa, uning roliga o'tish ham mumkin. SN komandalarda bir nechta universal rolda o'ynaydigan tanishlarim bo'lganligi uchun ulardan bu rolda qanday qilib o'ynash mumkinligini so'rab ko'rdim. Ularning birini aytishi bo'yicha, har bitta komandada o'rtacha bitta yoki ikkita universal rolda o'ynaydigan igrok bo'lishi kerak. Boshqa birining aytishi bo'yicha, universal roldagi igrok asosan close fight va coverda o'ynashni yaxshi bilishi kerak ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.